Sizlar bilan Kenzo, короче. Bu mani birinchi YouTube kanalim. Подписка kanalimdan. Tezroq 100 ta obunachi yig'ishga yordam beringlar. Tezroq iltimos sizlardan. Iltimos. Vyjvaniya boshlaymiz. Daraxt chopamiz birinchi. Qotib qoldi. Bular vyjvaniya. Vyjvaniyada yana qiziqarli bo'lish uchun burunni qo'yamiz. Masalan, maqsadda tezroq mani 100 ta obunachi yig'ishsalar, stream qilaman. Streamni video olib YouTube'ga joylayman. 100 ta obunachi erishtirsanglar. Chunki aktiv va pasida eski YouTube kanal ochdim. U vashim bo'lmadi. Biroq YouTube kanal ochdim, u bo'lmadi. Vashim. Obunachi juda kam edi. Qancha mehnat qilib akkaunt qildim. Hammasi befoyda bo'ldi. O'shanlar juda ko'p videolar chiqardim, shortslar chiqardim. Lekin hammasi befoyda ekan. Yana bitta bola menga nima dedi? YouTube yozdi. Okey, YouTube kanalda videolar yaxshi chiqmabdi deydi. Iltimoslar yangi aktiv kutaman. 100 ta obunachi aytyapman, stream boy qilaman deb kanal qo'yaman. Ham bizning Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanaliga har xil modlar, o'yinlar tashlanadi. Boshqa harom. Hozir do'stlar, короче, ishim chiqib qoldi 1 minut. Sizlar bilasizmi, hozirgi bitta YouTuberchalar chiqib qolgan. U kichkina YouTuberchalar. Nima edi? Boy kambag'al nimadir olamiz deydi. Biz unaqa qilmaymiz. Sizlar bilan agar Free Fire o'ynaymiz, PUBG o'ynaymiz, farqi yo'q. Xohlasanglar Robloxdan boshlaymiz, kommentga yozinglar. Kommentga yozaveringlar, farqi yo'q. Hop, endi uy qurish kerak. Yerda tagiroqdan uy quraman. Musherdan bo'ladi. Yo'q, toshlar olaman. Iltimos obuna qo'yinglar. Faqat obuna qo'yinglar. Like bilan obuna qo'yinglar. Qiziq kontentlar chiqaradi. Aytaman, eski kanalim bo'lmadi. Qo'pol bitdi ham eski kanalim. Hakkerlar tomonidan. Bitta video qo'ydim. Shortslarga bo'lmadi. Normal chiqdi. Aktivlar bilan like'lar bo'laverdi. Men keyin bitta odam menga hakkerskiy narsa tashlab bilmasam ochib qo'ydim buni va tamom bo'ldi bari. Akkauntim topilib ketdi. Keyin yangi kanal ochayapman hozir. Obuna bo'linglar do'stlar kanalga. Bag'ay YouTube kanalini rivojlantirish boshlaymiz inshaalloh bag'ay. Sal kichikroq uy quraveramiz desam, o'zi yetmay qoldi.
Kechani tushib boshlayapti o'zi. Hech qo'yib qo'lim qo'yishar ekan. Tamam, ket narsa. Toshkalar ko'proq. Do'stlar, agar video cho'zilib ketaversa, ikkinchi qismini ham olamiz agar cho'zilmasdan normalni ketsa. Do'stlar, bu versiyada Ender Dragon bor. Ender Dragon bor. Ko'z beradi. O'ldirishdek bo'ladi. Varden yo'q, lekin Wizard Skeleton bor. Do'stlar, qiziq kontentlar chiqarish boshlayman. Aytib, mana obuna qo'yilib, menga faqat. Do'stlar, keyin Telegram kanal bor. Telegram kanaliga obuna qo'ysanglar juda xursand bo'laman. Shunday do'stlar, yana 1 minut bo'yinki uyda qurib olgunimcha. Mana do'stlar, uyda qurib oldik. Ichimizga zo'rroq qilib qurib oldik. Yana bir nima qilishimiz kerak. Keyin asasini qurib oldik. Qo'shig'il qilishimizchi. Normal aktiv kutaman do'stlar, sizlardan aktiv. Do'stlar, keyin yana bir nima so'ramoqchiman sizlardan. Agar sizlarga ko'proq qanaqa normal videolar yoqsa, qanaqa masalan ikki kishi bilan ularni выживание qilaymi yo'qmasa Ender Dragon yo'qmasa Sharbadan bemalol Miraf haqida yoki boshqa narsa haqida bemalol video yozasiz do'stlar. Нормальный. Do'stlar, bitta YouTube ko'rib qoldim kecha. Shuni short ko'rib o'tirdim, YouTube edit qilganda o'zicha normalniy edit qilaman deb kirganda editni. Ishoninglar, voy billahi editini. Ishoninglar, bunday bo'lgan. Oxirgi ayasi chaqirib qo'ygan, ayasi deb vaqtga degan ayasi. Hozir do'stlar 1 minut deganda boyagi to'xtatib turmaganim zapisda shunday. Zapisda to'xtatib ham turmaganda ketavergan. Video ko'rsatdi. Do'stlar, agar Free Fire o'ynamoqchi bo'lsanglar. Free Fire o'ynasanglar yozinglar. O'ynaymiz. Niklari yozinglar. Kech qoldi. Okay. Yorug' qo'ying telefonning ekrani. Böyle. Yine maqsay bo'ladi. Fakelim yo'q-da, bir fakelimi. Ko'mir topish kerak, lekin ko'mir. Stop, pichkiga bitmaydi. Yo'q, qo'ymaydi. O'lguncha video qilamiz. Bizning maqsad o'lguncha qilish. Выживание qilish aytgancha. O'lguncha выживание qilamiz. Davay. Creeper. Qochomaymiz. Bak. 3 jon, 3 ovqat. O'ldirdik. Filiz blok.
Gözlemlerini ulgunca. Nimaga qotib qoldi? Hamma har do'stlar sizlar bilan o'sha keyingi videolargacha ko'rishguncha